Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar. Ro'zai Ramazon ulug' ayyom kunlarida qiynalmay, Alloh kuch-quvvat berib, ro'zalar qanday qilmay tutyapsizlarmi? Aziz do'stlar, aka-ukalar, hoji-akalar, hoji-onalar, opa-singillar, sog'misizlar, omonmisizlar? Oltiariqdagi obyektimiz bir necha kun oldin ushbu obyekt haqida ozgincha video olib sizlar bilan bo'lishgandim. Do'stlar, ushbu obyektimizga kelib kameralarimiz narxi usta haqi ichida 95 ming so'mdan kelib tushdi egalariga. So'killarni 85 ming so'mdan ustanovka qilib berdik. Video davomida o'zlaring qanchalik darajada chiqqanligini bitta like bilan baholab o'tasizlar. Sizlarimiz mahoratlariga o'zlaring baho berib borasizlar do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Gipki kaminga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Ma'lumotlarini qo'ldan kelgancha aytib o'tamiz. Do'stlar, biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Do'stlar, xudo xolasa bitta chotki bitta obyekt xudo xolasa yopishtirishni boshlaganmiz. Gipki kameralarimizni tez kunda shu obyektni ham video syomka qilib sizlar bilan bo'lishamiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.